Nima bo'lgan taqdirda ham bir qiz o'sha o'zini o'sgan uyda kim uchun boradi? Siz erkaklar uchun. O'zini yaqinlarini tashlab, o'zini yashagan uyini, o'rgangan uyini tashlab, ko'pchilikdan judo bo'lib, sizni xonadoningizga siz bilan yashash uchun rozi bo'lib boradi. Mana shunaqa judolikda turgan odamga bir oz muddat vaqt kerakki, yangi muhitga ko'nikib olsin. Bir o'simlik misolida keltiradigan bo'lsak, bir o'simlikni qo'porib tagi bilan boshqa joyga ekkandan keyin ildiz otib mustahkamlashib ketguncha vaqt kerak bo'ladi, parvarish kerak bo'ladi. Qattiq shamollar keladigan bo'lsa, qattiq muomalalar bo'lsa, sinadi u novda yoki o'simlik. Aks o'laroq unga suv qo'yib, mehr berib, inoyat ko'rsatib, e'tibor qiladigan bo'lsa, tez chiroyli bo'lib, o'rnashib, ildizi mustahkam bo'lib meva beradi. Lekin haligacha holatlar bo'ladigan bo'lsa, tez kunda nobud bo'ladi. Qizlarimizni ham, kelinlarimizni ham shunaqa misolda o'xshatish mumkin.